Men sizlarga hozir Gmbotni qisqa qilib tezda tushuntirib beraman. To'g'ri tushunasizlar. Mana уже men 1 oylik video уже qilib bo'ldim. Mana 26 sentyabrgacha bo'lgan videoni tayyorlab bo'ldim. Полный naзваниялari, nimalari mana. 17 sentyabr, 16, 15, 16, 3, 2, 1, 31. Ha, уже buyog'i 50 ta qilay mana. Mana 17 sentyabr qo'yganman, 1200 ta bo'lgan. Уже bo'ldi. 27-kuni 00:00 da chiqadi. Ketdi buyog'i birinchi, ikkinchi. Уже 1 oylik kontentni уже tayyorlab bo'ldim-da. Lekin zo'r degani, bemalol yuraveraman endi. Endi Gmbot qanday ishlaydi? Mana 33 ta video qilibman. 20 ta nariyadan bu hisoblamaymiz, uni 32 ta deylik. Gmbotni men sizlarga anaqasini tushunmadim. Gmbotga kiriladi. Mana power deb turib tayyorlab olganman. Izminit qilaman, ko'rsatib beraman, qaranglar. Men уже bir qayerdadir ko'rganman shu ovqat tayyorlash promptini. Rujnoy qilib chiqqanman, uni rasmini tayyorlayman. Video promptini qo'yadi, unda rasmini tayyorlaganda video promptini joylashtiradi. Uni olib, uni qo'yinki hammasi alohida-da. Qisqasi mana shu narsani hozir men sizlarga tashlab beraman. Buni tushuntirib o'tirmayman. Qisqa gapirib o'taman lekin. Shu ikkalasini qilib manaqa ma'lumot qilib beradigan. Prompt bor tayyor. Уже ketyapti. Ikkinchi promptda уже 10 sekund, 20 sekund deyapti. Tushuntirilgan. Keyin men уже qo'shimcha kiritganman. Bu uchinchi rasm promptini alohida qilib kopiya qiladigan. Birinchi yozgan paytim общий hammasini rasm promptini ham, sarlavhani ham hammasini bitta qilib kopiya qiladigan qilib berdi-da. Mana bunaqa qilib mana. Men mana uni ichiga joylashtirdim, mana bitta knopkali qilib. Bo'lmasa oddiy tekst bo'lib qoladi. Uni belgilab chiqish kerak. Shuni aytdim, uchinchi tomonga promptni alohida qilib qiladigan kopiya qiladigan bo'lsin deb yozdim. Uchinchi shu tomonga oid rasm promptini yozib ber. O'ziga jalb qiladigan, shunaqa bo'lsin, manaqa razmer 916 formatda bo'lsin. Aytdim. Alohida qilib kopiya qiladigan bo'lsin deb buni aytyapman. To'rtinchisi faqat sarlavhani o'zi ingliz tilida taom nomiga mos keladigan. O'zi qaysi taomda aytsa shunga. Alohida qilib kopiya qiladigan bo'lsin. Bu ham o'sha ingliz tilida taomga mos keladigan YouTube tag yozib ber, vergul bilan. Vergul bilan demasam hashtag qilib beradi xolos. Boshqa nima qilmaydi. Keyin qoidalar, prompt faqat ingliz tilida bo'lsin, ingliz bo'lishi shart. 16 ta qadam qat'iy pishirish texnologiyasi to'g'ri kelishi kerak. Haligindaqa osh tayyorlaganda qozon shunaqa kiritilgan taomga qarab, masalliqlar va idishlarni, masalan, palov uchun qozon, steak uchun grill panjarasi, shunaqa ketdi. Shunaqa qilib nima qilganman? Уже men buni hozir sizlarga tashlab beraman gruppaga. Promptlar degan joyga tashlab qo'yaman. Yoki bo'lmasa mana shu videoni tagiga qo'yib qo'yaman. Qisqasi mana shuni olib turib qilsanglar bo'ladi. Keyingi safar xudo xolasa yana ham aktiv bo'laveringlar. Aktiv bo'lmaganlarni men to'g'risi xafa bo'lish yo'q. Hozir o'zim gruppaga ham alohida aytaman. Aktiv bo'lmaganlarni gruppadan chiqarib yuborishga to'g'ri keladi. To'g'ri tushunasizlar. Shu endi nachat qilib turib maytda уже сохранить qilasiz. Nachat boshlanadi. Botga kirib mana уже maytga powerga bitta kiradigan bo'lsiz. Botlaringiz ichiga kirganingizdan keyin, misol uchun nima desak bo'ladi? Dimlama deb yozamiz. Yozgan paytimiz уже bizga chiqarib beradi. Mana shu zapis qilayotganda pauza qilib turadigan joyi yo'q ekanda, endi pauza qilib turadi. Mana shunday kopiya qilinadi. Bitta knopka bosib kopiya qilinadi. Kopiya qilingandan keyin уже nariyoqqa tashlasa bo'ladi. Keyin uchinchi rasm prompti deyapti. Uni kopiya qilib turib tashlanaveradi shu nimaga, flow o'ziga. Avtomatik bu yerda haligi nima qilib o'tirmaysiz. Mana agent bor. Bekorga kompyuter deb aytmayapman sizlarga mana. Buni agentni yoqib olasiz. Agar yoqmasangiz, mana bu yerda nastroykaga kirib o'zingiz tanlab shuna qilasiz. Agent yonib turadigan bo'lsa, hech narsani o'zgartira olmaysiz. Nimalarni o'zgartirasiz mana 16 ga 9 boshqa shunaqa narsalarni saqlanib qilasiz. Nikagda qilib qo'yasiz, so'rab o'tirmaydi sizdan. Adobrit berishingiz kerak bo'lsa. Shunday prompt qo'yasiz, video promptini. Bu rasm ekan.
bitta tashlasangiz rasmni nima qilib beraveradi. Hayır, rasm qilib ber yoki bo'lmasa video qilib ber deb nastroykani tanlab o'tirmaysiz. Agentga shunday tashlaysiz bo'ldi. Qilib beradi. Keyin videoni tashlaganingizdan keyin ikkita video qiladi. Buni ko'payib turib davomidan bitta tashlaysiz rasmni. Avtomatik ketaveradi o'zi. Videoni ham tushuntirdim-ku. YouTube sallohi hashtag YouTube yuklayotgan paytda bu narsalar kerak bo'ladi. Keyin darsni shunaqa qilib davom etib ketaverasizlar. Endi shu narsani boshqa yo'nalishlarga ham qilish harakatidaman. Bir vaqt bunga ancha vaqt ketib qoladi. O'ylab o'tirish kerak, qilib ko'rish kerak. Xullas shunaqa qilib yo'nalish tashlaylar. Misol uchun siz misol uchun kim mashina yo'nalishi yoki bo'lmasam uy qurilishi yo'nalishi shunaqalarni qilsanglar, men bitta tashlab turib, bitta kopiya qilib, tashlaydigan qilib tayyorlaymiz prompt.